Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan yana Liliya Flowers gullari. Xonadoningizni bezab turuvchi gullarni ko'rsatamiz sizga bugun. Yer gullari haqida obzor qilib beraman. Kameliya guli hozirgi eng yaxshi sotilayotgan gullardan biri. Hovliga eksangiz ham, tuvakka eksangiz ham bo'ladi. Bu hozir tuvakda turgani. Kameliya gulim qurib qolyapti, so'lib qolyapti, g'unchalarni tashlab yuboryapti deganlar uchun kameliya guli bu suvni ko'p yaxshi ko'ruvchi gul. G'unchalayotgan, gulayotgan paytida bargidan, gulidan suv sepib bo'lmaydi, faqat tagidan quyish kerak. Hozirgi bahorgi issiq kunlarda 2 kunda bir suv beriladi. Ola quyoshga qo'ysangiz, mana shunaqa chiroyli gullar beradi. Kameliyani yerga ekkanimiz o'sib yangi pochkalari bor. To'chka rostlari bor mana ichida. Yuqoriga chiqqan pesa qarab sho'llari. Keyin yonida azaliya ham bor mana. Barglari to'kilib mazasi chiqib qoldi. Yerga ekkanimizdan keyin mana 15 litr bizara 5 bunchalar gullar berdi. Azaliya yerga ekishdan qo'rqmanglar. Cho'chimanglar. Oysulu. Kalendula guli ham bor. Bu ham sovuqqa chidamli. Ko'p yillik o'simlik. Qishda ham gullaydi. Margaritkalar. Qishda uyquga ketadi. Bir marta ekib qo'ysanglar, har yili o'zi o'sib chiqib, ko'payib gullaga turadi. Mana mini rozamiz. Akviliyalar gullashga tayyor mana. Rosa ko'p gullaydi bular ham. Mana klimatisimiz bor. Bu ham gullashga tayyor. Bunchasi. Klimatisni bizada 3tasi oqi bor. Timin kishida rosa zo'r ovqatlarga ishlatsa ham zo'r maza beradi. Ramashkamiz ham bor. Bu ramashka ana choy qilib ichadigan ramashka, mayda bo'lib gullaydigan. Buni ham bir marta ekib qo'ysangiz, har yili o'zi chiqaveradi. Urug'idan, ildizidan o'zi ko'payib o'saveradi. Bu ramashka, ko'pini ko'rsataman. Rozmarin 3-4 yildan beri bor bog'imizda, har yil gullaydi. Zefirantus piyozlari ham sotuvda bor. Mana shunaqa gullaydi. Guli chiroyli. Ko'p yillik bu ham. Bu narsislar уже gullab bo'ldi. Bog'imizda birinchi bo'lib gullaydiganlar narsislar bilan krokuslar. Mana bu kalendula. Qishi bilan ham qorin tagidan chiqib gullab turdi kalendulalarimiz. Bu yoqda bu lileynik. Liliyaga o'xshab gullaydi, lekin sal kichkinaroq guli liliyaga qaraganda. Mana miyata choy qilib ichadigan. Bu yog'i ramashka, imperatorskiy, korolevskiy nimadir deyishadi. Katta-katta bo'lib gullaydigan.
Tak, mana bitta atirgullarimiz bor. Atirgullar qizili, pushtisi, oranjiviy, rozoviy ranglari bor. Ana tegi oq, usti rozoviy bo'lib gullaydigan juliyalar ham bor. Xo'p, naryoqdagi gullarga hozir o'taman. Bu yoqda morozniklar, gortenziyalar, xrizantemalar bor. Mana bitta golubikalarimiz ham bor. Уже mevaga kiribdi golubikalar. Yoki gul ekan bu. Golubikani gullari. Qishda yerda qoldi bular. Sovuqqa chidamli. Tak, lavroviy listlar. Bitta lolalarimiz ochilyapti. Tak, mana bitta xostalar bor. Rangli xostalar, pyostri xostalar. Bu liliyani detkalari. Bitta xrizantemalar bizda rosa ko'p. Qishda gullaydigan xrizantemalar, bahorda gullaydigan xrizantemalar hammasi bor. Bu chirinkalar nimaniki? Sanseveriya. Qaynona tilini chirinkalari. Oleandrimiz. Ana shamshod. İtalyanskiy shamshod nimadir deyishadi. Gortenziya yog'i. Bu onasi mana g'unchasi bor. Gortenziyalar bu yil gullaydi. Уже bular 4 yildan u yog'iga o'tgan. Hammasi katta-katta. 5 tadan, 4 tadan, eng kichkinasining 4 ta shoxi bor. 6 tadan shoxi bor hammasini. G'unchasi ham o'zida. Mana g'unchalari ham bor. Hammasida g'uncha bor. Ranglarini oldingi videoda aytdim. Rozoviysi, oqi va havo ranglisi bor. Rozmarinlar ko'p. Morozniklar ham ko'p. O'zimizni bog'da yetishtiramiz mana. Bularni mana yerga eksperimentga ekkan gardeniyamiz bu. Gardeniya jasminovidli oilasiga kiradigan. Guli jasminnikidan kattaroq bo'ladi. Qavat-qavat oq sariq bo'lib gullaydi. Jasminniki keladi gulidan. Bu kameliyaning oqi mana. Buni ham yerga ekdik. Yerga ekkandan keyin holati o'zgardi. Yangi barg chiqardi. To'chka rosta. Mana bu g'unchalar kichkina edi, kattalashdi. Mana morozniklarimizni onasi kattalari. Mana bitta pushti rangi bor. Naryoqda oq ranglisi bor. Bardovisi orqasida. Yerga ekishga ko'p yillik, sovuqqa chidamli, har yili o'zi o'sib chiqib gullaydigan gullarimiz rosa ko'p. Bu limon yerga ekib qo'ydik. Yerga ekilgan gullarimiz hali ko'pisi chiqmagan, hali endi chiqadi. Mana klimatisni yana bittasi daraxtga chirmashib ketgan. Klimatis bu yoqda yana.
Qor yog'guncha tinmasdan gullaydi. Klimatis qor yog'guncha gullaydigan gul, sovuqqa chidamli. Buni yerdan olishni hojati ham yo'q. O'zi shu yerda qolib ketadi ko'chada. Qurib qolib bahorda yana yangitdan barg chiqarib, yangitdan o'sib chiqadi bu. Qurib qolgan joylarini sekin olib tashlasa bo'ladi. Lekin qurib qolgan joylardan ham o'sib chiqibdi. Mana. Mana bu yog'i qurigan. Mana uchidan boshqa yangi barg chiqaribdi. Shuning uchun klimatisni qirqib tashlamanglar. Qaysidir gul qiziqtirsa sizlarga telefon nomer qoldiraman. Telefon qilib bemalol so'rashinglar mumkin. Telegramdan yozsanglar ham javob beraman. Narxlarini telefon qilganinglarda yoki Telegram orqali aytaman. Bugungilarimiz ham bor. Mana gullashga tayyor bo'libdi. Chubushnikmi shunaqa deyishardi buni. Kustarnik. Buni qalamchasidan ko'paytirganmiz. Bu 3 yillik bu. Bu yoqda flokslar. Flokslarni bilsanglar agar bitta tayoq chiqarib turib sharga o'xshab gullaydi. Rosa chiroyli gullaydi bular ham. Irislarimiz ham bor sortavoy. Magnoliya ham bor. Bittasini bog'ga ekib qo'yganmiz.